tekin bo'lsa, ana tekin bo'lmasa. Kim o'ynaydi bu yerga? Kim o'ynaydi? Otni o'rib, 3 ta o'g'lim bor. Har kuni masjidga boraman. Aka, bunayda, qarang, bunayda. 3 ta o'g'lingiz. Ha, 3 ta o'g'lim. Yo, Xudoga shukr deng, bunayda. Bunday illamay turing, bitlab. Ye. Mardikor bo'ladi-da, bo'ladimi shu narsa? Ha, 10 yildan keyin gaplashamiz. Shunday ham bunayda. Mardikor. Birovga mardikorchilikdan beradi, birovga o'qimishli qilib beradi. Yo'q aka. Hammani ham Xudoga shukr qilib berib qo'yib. Yo'q, aka, qarang, mana to'xtang işte. Rizqni Birovga yozuvchilikdan beradi. yo'q, mana qarang, eshiting. Rizq bor-ku, ha demang aka. Hammamizga bir xil rizq beriladi. Kim ko'proq mehnat qilsa, ko'proq intilsa, u Allohning